fuqaroni siylash mumkinmi? Yozilmagan chiqadi. Ko'rsating qani? Sizlarni degan. Yo, sizda bak sendan mayli. Mayli, siylash joylar ko'rsating. Necha yosh maydasan mendan? Men 2005-yilman. Necha yosh maydasan? Sen kimsan, he? Menmi? 2005-yilman. Kel, yaxshi, ko'chim, kel. Telefonni ber, Ahmad. Aynan. Telefonni berdi. Kel. Bo'ldi, aka shoshmay turing. Shoshma, urilib qolishibdi. Zarab qolgan. Kattalar zarab qolgan bu. Tamamızda burası. Söyle tamam. Hadi. Davlatmasını aldın mı diye Evet. Hala satıyor. Ya selam. Bugün davlatması dediniz mi? Ahmad, man. Şimdi onu dışarıda. Ha? Uçurmaya koy. Hiç bekleyin. İçeriye kadar. Şaşmak mümkün var. Yo'q aka, qara. Oraliq masofani saqlash kerak. Hareketinden gidiyor. Necha metrdan olib kelib so'ra? İşlemayapti da nomer telefon. Orada ekrana kirishtirsan edi. O shaxsiy aloqa o'tib ketgan. To'g'rimi? Tadbirkor. Mayli, nima qilib? Qarang, borasiz, o'shga murojaatini muddati bor. Muddatini ichida ko'rib chiqiladi. Agar muddatdan o'tib ketsa, agar noqonuniy xatti-harakat qilsa, murojaat qilish huquqingiz bor ekan. Tushundingizmi? Muddatini tanishtirish uchun Muddati 102 ga chiqadi, 15 kun ichida turiladi. Agar qo'shimcha surishtiruv so'raladigan bo'lsa, yana muddat uzaytiriladi. Tushunasizmi? Qo'shimcha surishtiruv degan yana bu boshqa holatlar bo'yicha qo'shimcha surishtiruv. Qarang, komandir. Holatga oydinlik kiritish Komandir maqsadida. shunday uzrda gamingiz bo'lgan. Shunday hozir. Mana shunday ikkita shofyorni shunday chiqarib qo'ysak unaga ko'chaga.